Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq dorileri degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema paqiliq. Paqiliq. Bu uşaq balalarda uchrab turadigan og'riqning bir turi. Bu to'liroq yangi tug'ilgan buvaqlarda ko'riladi. Tibobatchilik kitoblaridan bununğa dair hech qanday ma'lumot uchirtolmadim. Bala odatda paqi bo'lganda uning dolisiga bir narsa chaplashib olgandek bilinadi. U chimildab yoki sanjib og'riydi. Yoki bala bo'ynini to'lg'ashqa tamshilayotgandek harakatlanib, qattiq bearam bo'ladi. Shundaqla turilib yig'laydi. Kasbiy oliy ma'lumotli doktorlarmi buning nima kasalligiga diagnoz qo'ya olmasa kerak. Mundaq ahvolga yo'liqqanda momam Maryamxon balaning ko'ngligini ko'tarib, dolisiga qarabla, bala paqi bo'lib qopti, deb diagnoz qo'yadigan. Andin anaga balasining dolisiga ustini qitin sag'diratdi va o'zi qisqa, diqmaq, yapaloq boshmaltig'iga qozonning qurumini surkaytida balaning paqi bo'lib qolgan yerini uvulaydi. Keyin tutilmagan yingni alatdi va paqi bo'lgan yerga sanjib qo'yatdi. Bu usul uda 3 kun takrorlanatdi. Shuning bilan paqa yaxshi bo'lib ketadi. Ishqilib, mundaq kasallar bilan kelgan-ketganlar momamni aromiga qo'ymaydi. Biroq momamning ulardan biror qitim zorlig'ini anglag'anim yo'q edi. Paqa og'riqini uvlab davolash bugungi ilmiy tibobatchilik atalg'usi bilan aytganda uvlab davolash deyildi. Uvlash bilan balaning dolisidagi loq bo'lib qolgan yer yanadi. Shuning bilan balamo asta-asta asliga kelib qoladi. Paqini uvlagandan tashqari qora o'yning kigizidan paqa shaklida kesib, beshikning balaning paqa bo'lgan dolisi udul keladigan yeriga qo'yildi. Shu narsa yodimizda bo'lsinki, paqa shakllik narsa boshqa narsadan emas, faqat kigizdan yasaladi. Bala beshikka bo'langini bilan ostili qimirlash, beshini uyon-buyon burash imkoniyatiga ega. Mana shu harakat bilan balaning dolisi kigizga surkilib, uvlagandek huzurlanadi. Ba'zilar mayli u er yoki ayol bo'lsin, qo'liga qarab mubodo barmoqlar diqmaq, qisqa ham yapaloq kelsa, uni bu kichik bolalarda bo'ladigan paqini uvlashga toza bop keladigan qo'lkan deb ta'riflashidi. Mening qarashim butunlay uning aksicha. Qo'lda turgan hech gap yo'q. Udum talishidi degangimi ishonmayman. Meningcha bo'lganda asosli narsa davolag'uchi kishining udumiga emas, balki ditiga, mahoratiga bog'liq. Kasbiy uvlag'uchi bo'lishiga qaramay, ba'zilar odamning dolisida xuddi cho'milib mangandek harakat qilib, g'idiqingni keltiradi. Ba'zilarning oldiga barsang, uvlashdan keyin o'zingni bajoyiki ussizligi qongan, hordig'i chiqqan odamdek yenik his qilasan. Rohatlanib uxlag'ing keladi. Mana bu haqiqiy uvlag'uchining ishi. Xuddi shuningga o'xshash balalarda bo'ladigan paqini uvlaydigan odam nihoyat astoydil, kuyimchan, ishchan bo'lish kerak. Mundaq odamlar hammali uydan tepiladi. Gap qo'lda bor oltinning qadrini qandoq bilishdi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizni ko'rishaylik. Salomat bo'ling.